Boy akam uchun maxsus. Boy aka, Ha, birinchi maydan gaz bilan svetlar narxi oshyapti-kan. xo'sh. Biz ham bergan pullarimizni foizini oshiraylik. Ha, Oshiramizmi? ha. Qara, kimdir keldi. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Boy aka, ozgina qimor o'ynab qaza kirib qoldim. Prosenga pul berib turing. Hey, gaplash. Xo'p bo'ladi. Do'diramay yurgur. Prosent harom hisoblanadi. Boy akam harom ishlarga aralashmaydi. Foizga beradilar. Marhamat. 10 ming dollar beraman. Bir oyda 15 ming qaytarasan. Bor. Ha, chiroyli. Hamma, Jakishdan ber. hamma. Gapiga tushunasizlarmi? Men boy akam shu darajada yaxshi bilaman. Gapirayotgan gapini bosh harflaridan bilib olaman. Hey, Labbi. Mashinchi. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Nima dedi? Boy akam shunday dedilarki, Mayli. agar berilgan pulni vaqtida qaytarilmasa, har 100 dollarga 10 ming so'mdan kuniga foiz yozar ekanlar. Aka o'zi asli men ham batli emasman. Shu foiz evaziga qo'lida ishchi bo'lib qolib ketganman, marhamat. Hey, o'tiribich. Yomon bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Ha. Boy aka, shu darajada ham mehribon bo'lasizmi? Bitta bechorani mushkulini oson qildingiz. Rahmat sizga boy aka. Havasim keldi sizga. Ha.